Tailandning Pattaya shahrida qo'l jangi bo'yicha Osiyo Kubogi musobaqasi o'tkazildi. Unda O'zbekiston milliy terma jamoasi munosib ishtirok etib, Osiyo Kubogining mutlaq g'olibiga aylandi. Osiyo va xalqaro qo'l jangi federatsiyalari hamkorligida tashkil etilgan mazkur nufuzli musobaqada Mo'g'uliston, Hindiston, Eron kabi 20 ta davlatdan kelgan 300 ga yaqin sportchilar g'alaba uchun kurash olib bordi. Musobaqa davomida sportchilar o'zini himoya qilish va jang yo'nalishlarida mahorat sinovini o'tkazib, xarakter, tezkorlik va texnik mahoratini namoyish etdilar. Bellashuvlar keskin raqobat va shiddatli janglar ostida kechdi. O'zbekiston milliy terma jamoasi musobaqada munosib qatnashib, yana bir bor o'zining yuqori darajadagi tayyorgarligini namoyon etdi. Umumjamoa hisobida sportchilarimiz 15 ta oltin, 6 ta kumush va 1 ta bronza medaliga ega chiqib, munosib ravishda birinchi o'rinni qo'lga kiritdilar. Qozog'iston terma jamoasi umumiy natijalar bo'yicha 2-o'rinni, Tailand terma jamoasi esa 3-o'rinni egalladi. Mana Tailandda bo'lib o'tgan Osiyo Kubogida biz O'zbekiston terma jamoasi to'liq tarkibda ishtirok etdik va 14 ta vazn toifalarida janglar bo'lib o'tdi. Qizlarning 6 ta vazn toifasida va bolalarda 8 ta vazn toifasida janglar bo'lib o'tdi. 20 dan ortiq davlatlar ishtirok etdi. Mana biz 15 ta oltin medal qo'lga kiritib, ya'ni maqsadimiz albatta umumjamoa hisobida birinchi o'rinni egallash edi va biz umumjamoa hisobida birinchi o'rinni egalladik va yana bir bor O'zbekiston terma jamoasi Osiyoda ham tengsizligini isbotladik. G'olib va sovrindor sportchilarimiz Toshkent xalqaro aeroportida oila a'zolari, murabbiylar, federatsiya rahbariyati hamda ko'plab o'quvchi yoshlar tomonidan tantanali tarzda kutib olindi. O'zbekiston terma jamoasi ushbu musobaqada erishgan natijalari bilan yana bir bor o'zining eng kuchli, eng irodali va eng mahoratli jamoalardan biri ekanini amalda namoyish etdi.